barchalaring mana shu dargohga xush kelibsizlar. Keling Bu shoh. muqaddas dargoh hammamiz bir qator bosib o'tganlar. Kelinglar, turinglar. Bundan keyin ham bosib Jamoa bo'lib turinglar. Bu yerga biz o'zimizning kelajagimizni yaratish va o'zimizdan keyin avlodga nimanidir qoldirish uchun maqsadida mana shu yerga yig'ilib bu natijalarni hisob qilish joyiga yetib keldik. Eng avvalo mana shunday dargohga yetib kelishimizga sababchi bo'lgan aziz ustozlarga o'z minnatdorchiligimizni Qo'shtepa tumani ustozlari nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga mana shu boshlagan ishlaringni rivojlantirishga, bundan ham chiroyli cho'qqilarni egallashlaringga omad tilayman. Rahmat. Hamda biz bu boshlayotgan ishlarimiz davom etishi uchun biz buni natijasini bugun, ertaga ko'ramiz deb o'ylamaymiz. Chunki o'zi natijasini 10 yildan keyin, 5 yildan keyin beradi. Chunki bu albatta bu o'zimiz farzandlarimizni o'qitayotganimizdan ham bilishimiz mumkin. Hali Xudo xolasa bu fanni, bu kashfiyotlarni bizning farzandlarimiz dunyo cho'qqilarida zabt etgandagina keyin tasavvur qilamiz va bu bizning farzandlarimiz deb o'ylaymiz. Mana shu yo'lda sizlarga omad, zafarlar tilayman. Mana shuncha kelgusidagi shogirdlarni yaratib qo'yasizlar. Bularga ham, sizlarga ham ishlaringga rivoj tilayman. Bundan keyingi qanaqa yordam kerak bo'lsa, bizdanmi, bizni farzandlarimizdan, bizni o'quvchilardanmi biz doim tayyormiz. Doim omad tilayman. Sog' bo'linglar, ishlaringga rivoj.